va Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam uni ochishlarini so'rash uchun darvozaning yaqiniga keladilar. O'sha vaqt darvozabon "Kimsan?" deb so'raydi va u zot "Allohning elchisi Muhammad" deb javob beradilar. "Sen u zotning ummatlaridan bo'lishing qanday ham ulug' sharaf." O'sha farishta aytadi: "Bu darvozalarni sendan boshqa mutlaqo hech kimga ochmasligim buyurilgan edi. U yerda terlash, yoqimsiz hidlar bo'lmaydi. Yuvinib tozalanish kerak bo'lmaydi. Hech kim qaramaydi, hech kim charchamaydi. U yerda yomon so'zlar bo'lmaydi. Hech kim u yerda ishlash kerak bo'lmaydi. Hech nima uchun to'lov qilish kerak bo'lmaydi. Jannat bu siz dunyoda tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan har narsa. Siz istagan har bir narsa u yerda sizga faqat oliy sifatda beriladi. Hamma abadiy yashaydi va u yerda faqat xotirjam suhbatlar bo'ladi. Agar sen mening qo'shnim bo'lsang va barchamiz birgalikda jannatda bo'lsak, men sening qasringga kela olaman va u yerda biz dam olamiz, suhbatlashamiz. Odamlar bu dunyoda eng ko'p xohlaganlardan tashqari jannat yana qanday bo'lishi mumkin? Dunyoda ega bo'la olmagan narsalarni ular jannatda topadilar. O'sha vaqt kelganda va hisob-kitob tugaganda, hamda sinovlar, qiyinchiliklar va kulfatlar o'z nihoyasiga yetganda, taqvodorlar jannatdagi o'z xazinalari tomon yo'l oladilar. Va Allohdan qo'rqib, qalblarida Alloh bilan yashaganlar jannatdagi xazinalarga yo'l oladilar.